Килограмм вазон toifasi. Официальное представление бойцов и первое синий угол Копурчак. Бойцу 28 лет. Его рост 1,83 сантиметра, вес 77 кило, 77 килограмм. Он мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта по ММА. Представляет бойцовский клуб «Ихлас» Бишкек, Кыргызстан! Рустамбек Аманбака! Hamyurtimizning yoshi 34 ta, bo'yi 177 santimetr, vazni 77 kilo. Он мастер спорта по боксу, мастер спорта по ММА, мастер спорта международного класса и двухкратный чемпион мира по рукопашному бою, представляющий Охтепа Fight Club Кохан Узбекистан! Эликша Мухиддин Мамаджонов! Рефери данного поединка Майкл Вахтер, Германия. Demak do'stlar, birinchi raund boshlanish arafasida jang referisi Michael Wachter do'stlar, Germaniya boshlandi. Birinchi raund. Demak, O'zbekiston gejisi Muhiddin Mamadjonov Amanbayev Rustambekka qarshi. Ha, Muhiddinning bazasi boks O'zbekiston chempionatlarida ishtirok etgan, shuningdek, qo'l jangi bo'yicha O'zbekiston chempioni sanaladi. Professional rekordi 8 ta g'alaba, 1 mag'lubiyat va 1 durang. Bilasiz, o'sha juda ko'p munozaralarga sabab bo'lgan jang Fazliddin Madrahimovga qarshi bo'lgan edi. Yosh farqi 6 yoshni tashkil qilar ekan, Muhiddin Mamadjonov 34 yoshda. Raqib esa 28 yoshda. Rustambek Amanbayevning rekordi esa 8 ta g'alaba va 3 mag'lubiyat do'stlar. Jasur Alijonov shogirdi Muhiddin Mamadjonov birinchi shogirdlaridan biri. Furqat Yoqubov, Muhiddin Mamadjonov, Islombek Muhammadjonov birinchi shogirdlari hisoblanadi Jasur Alijonovdan. Hozircha o'sha shaxmat o'yini ketyapti, ya'ni o'rganish, ikkala jangchi ham bir-birlarini o'rganishmoqda. Masofadan turib zarbalar ko'p emas, lekin bir ochilib ketsa Muhiddin Mamadjonovni to'xtatib bo'lmaydi, buni yaxshi bilamiz. Bo'y borasida ustunlik biroz Qirg'iziston vakili tarafida. Chap qo'l zarbasida javoban zarba qabul qilib olyapti. Ehtiyot bo'lish kerak. Borda ehtiyot bo'lish kerak. Xotirjamlikka berilish kerak emas. Low kick. Takedownga harakat. Yaxshi. Takedowndan himoyasi yomon emas. Muhiddinni va uddalaydi degan umiddamiz. Bermayapti hozircha. Yaxshi. Qo'llarni tutib olgan, ichkaridan ushlab olgan, bu albatta raqibni masalasini qiyinlashtiradi. Albatta imkoniyatini cheklaydi, lekin hali xavf bartaraf etilgani yo'q. Raqibning harakati cheklangan. Faollik so'rayapti Michael Wachter. Shu oyoqni berib qo'ymaslik kerak-da. Chap oyoq berib qo'yildi, lekin hammasi joyida. Hozircha oyoqda turibdi Muhiddin Mamadjonov. Albatta Fazliddin Madrahimovdek kurashchi bilan jang qilgandan keyin menimcha anchagina kurash tomonlama tajriba ortgani aniq Muhiddinda. Yana bir takedownga harakat. Takedown amalga oshdi, turib keta oladi. Ishonamiz Muhiddin. Nazarimda Fazliddin Madrahimov
Hardcore ligasi 2 vazn toifasi chempioni bo'lgan. Menimcha Qirg'iziston vakilini kurashi unikidan kuchliroqmi degan fikrdaman. Ko'rish kerak endi. To'g'risi bu qirg'izistonlik jangchi men uchun unchalik ham tanish emas, lekin Fazliddinni bilaman, kurash bazasi yaxshi. Yomon emas. Aslida Fazliddinning ustunlik jihati stoyka hisoblanadi. Ko'rdingiz oxirgi jangida ham hamyurtimiz bilan jangini asosan oldi qo'lda juda yaxshi ishlaydi. Biz esa o'zimizga qaytamiz. O'zimizning Getjining imkoniyatlarini bilamiz va u oyoqqa tura oladi. Hozir 1 daqiqa vaqt bor hali oldinda. Bu raund ko'p narsa ko'rsata olmadi Muhiddin Mamajonov bizga, lekin oldinda umid qilamiz, hammasi hali oldinda. So'nggi daqiqa o'tib boryapti. Biroz harakat qilish kerak. Muhiddin mayli. Biroz tin olsa ham bo'ladi, lekin himoyani mustahkamlash kerak. So'nggi 40 soniya Muhiddin biroz ushlab tursa, nazarimda hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir katta kuch sarflab bu vaziyatdan chiqib ketish. Demak, Michael Wachter aralashdi. Baribir. Vaqt kam bo'lsa ham, lekin ushbu so'nggi 20 soniya biz uchun ishlashi mumkin. Middle kick. Yana bir middle kick. Yaxshi zarba. Tomonidan yo'llangan zarba aniq bo'ldi va shu pallada birinchi raund o'z poyoniga yetdi do'stlar. Yaxshi zarba edi, lekin menimcha qirg'izistonlik jangchi his qilmadi to'g'risi bu zarbani. Biroz himoya aralashdigida. Yo'q, aniq tegdi lekin. Himoya aralashdigman, aniq tegdi, lekin menimcha kuchsizroq bo'ldi desak to'g'riroq bo'ladi. Mana ko'ramiz qani. So'nggi zarba. Ko'raylik shuni. Mana bu raund boshidagi zarbalar. Boshidagi holatlar ko'rsatish yaxshi bo'ladi shu oxirgi zarbani ham. Qani? Mana aniq tegan ekan, Aniq tegdi, lekin biroz kuchsizroq. O'sha yo'q, mushni o'sha so'nggi zarbasi bor, mushni zarba yo'llanadigan joyi. Ya'ni kuch yig'iladigan joyi tegmadi-da. Sal ochiq qo'lqopda deydi-ku boksda. Shunaqa zarba tegdi. Qo'lning ochiq tomoni tegdi demoqchi. Albatta. Ikkinchi raundga start berilyapti. Jangchilar oldinga otilib chiqishyapti, hatto referi to'xtatib qolishga majbur bo'ldi. Demak, ikkinchi raund Muhiddin, ikkinchi raundda yanada mazmunliroq jang kutamiz. Albatta uning mahoratiga shubha yo'q, lekin raqib oddiy emas. Raqib ham munosib. Jab. Markazda jang davom etmoqda. Low kick. O'zini zarbasini tayyorlayapti, albatta. Unda kuchli zarba bor. Low kick. Amanbayev ham albatta raqibini o'rgangan va unga munosib taktika tanlaganligi aniq. Birinchi raundda ko'rdik. U takedownni amalga oshirishga harakat qiladi. Vaqtini kutyapti, poylayapti. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Namajonov o'ng qo'l to'g'ri yo'llangan jab zarbasi. Tanaga hujum. Amanbayev riskka bormayapti kelajangchi ham hozircha. Tavakkal qilishga intilmayapti demoqchisizda. Albatta. Low kick. Oldinga o'tdi Amanbayev. Ikkilik zarbasini ko'rdik undan. Qarama-qarshi zarbalar, lekin mo'ljalga yetib borgani yo'q. Tanaga
Aniq, Mamajonov navbatdagisi. Mana tutib oldi. Yaxshi. Bu esa taktik qochish edi desak, to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi raundda aniq zarbalar soni Mamajonovda ko'proq. Sekin masofani qisqartiryapti. Mamajonov chap qo'l zarbasini tayyorlayapti. Yana tanaga hujum. Boksni, klassik boksni ko'ryapmiz bu jangda. Hozir mana endi kurash qo'shilyapti. Yaxshi himoyalandi. Yana bir tanaga zarba. Ajoyib zarba. Navbatdagisi ehtiyot bo'lish kerak. Javob bera oldi Amanbayev ham. Umuman Amanbayev ochiq jangdan ham qochmayapti eng qizig'i. Middle kick. Oldinga boryapti Mamajonov. Low kick. Jab. Oldin qo'l, yon tomonda yo'llangan zarba Mamajonov. Tanaga. Ikkilik ehtiyot bo'lish lozim. Ko'rdi bu zarbani. Mamajonov javob qaytarishga harakat qiladi endi. Jab. Bizda demak 40 soniya deyarli vaqt bor. Ikkinchi raund masalasi juda ham bir jumboq bo'lib qolyapti. Aynan kim tomonga berish masalasi. Chunki ikkala jangchi ham aktiv ishlayapti. Harakat qilyapti raund o'ziniki qilishga. So'nggi soniyalar Muhiddin raund yakunini o'ziniki qilib olish kerak. Qarama-qarshi zarbalar almashinuvi. Oldinga boryapti Amanbayev. So'nggi 10 soniya do'stlar, bitta zarba kerak. Muhiddin bitta aniq zarba. Raund yakunida. Pyotr Yan uslubini amalga oshirmoqchi edi. Aslida biroz o'xshamay qoldi. Aslida Zabit Magomed Sharipovda ko'rganmiz bu uslubni birinchi bor. Nima bo'lganda ham aqlli o'ylangandi, lekin amalga oshmadi. O'zi juda raqib ham qattiq yigit ekan, to'g'ri, tan olish kerak. Takroriy lavhalarni namoyish etishyapti. Demak, kornerlarga oktagonni tark etishni aytmoqda referi. Murodulloh Ablaqulov kerakli ko'rsatmalarni berdi nazarimda Muhiddin Mamajonovga. Uning burchagida Sarvar Hasanovni ham ko'rib turibmiz do'stlar. Ushbu nomni yaxshilab eslab qolinglar. Havaskor MMAda ajoyib natijalar qayd etdi va professionalda faoliyatini boshladi va professionalda ham uzoqqa borishiga ishonamiz. 3-hal qiluvchi raund do'stlar. Qo'l berishda demak low kick tepib yubordi qirg'izistonlik jangchi. Bunga javoban esa Muhiddin Mamajonov kulib qo'ydi. Ayyor degandek. Ikkilik zarba taqibni davom ettiryapti Amanbayev. Yaxshi qochdi Muhiddin. Low kick. Oldingi qo'lda ishlashni boshladi Mamajonov.
3-raund. Muqaddam harakat qilish lozim. Low kick. Vaqt o'tib boryapti. Albatta, vaqt bizni foydamizga ishlayapti deya olmayman, agar xolis muxlis sifatida gapiradigan bo'lsam. Raqib jismonan baquvvat yigit ekan, tan olish kerak. Istalgan chaqiriqqa javob beryapti. Stoykaga bo'lsa stoyka, kurash bo'lsa kurash. Mana bu yerda takedown Yaxshi himoyalandi, yaxshi himoyalandi. Endi javob kerak. Muqaddam. Tanaga zarba. Yaxshi ikkilik. Jab zarbasi. Bermaslik kerak edi-da, shuni hal qiluvchi palla bo'lib ketishi mumkin ushbu takedown. Ikki oyoq ham tutilib qoldi faqatgina mana shu vaziyatda qiyin holatga tushib qoldi Muqaddam. Hozir Habib style deydi. Habibcha oyoqlarini nazoratga oldi. Hamanbayev. Oyoqqa turish kerak. Muqaddam qiyin vaziyat Muqaddam. Albatta harakat qilish kerak mana shu holatni yo'qqa chiqarish uchun. Tirsak zarbasini orqa tomonlama ishlashga harakat qilib ko'rdi. Bo'sh turmayapti Muqaddam Mamajonov, zarba berib turibdi. Lekin bu kamlik qiladi-da. Lekin raqib ham zarba beryapti orqadan. Albatta bu kamlik qiladi. Chunki talofat yetkazuvchi zarba deb hisoblanmaydi bu zarbalar. Shundoqqina kameraning orqa qismida Jasur Alijonovni ko'rishimiz mumkin. Bo'g'ish uslubiga o'tib ketyaptimi? Oyoqlarini ham o'tkazib olyapti. Deyarli yo'q, lekin to'liq o'ta olmadi. Hozircha bir qo'l bilan bo'g'a olmaydi bu vaziyatda, lekin baribir nazoratda. Jasur Alijonov diqqat bilan kuzatyapti orqa tomondan. Qirq soniya deyarli vaqtimiz bor. Muqaddam Mamajonov uchun bu raund ham oson kelmadi. Muxlislar dalda bo'lishmoqda Muqaddamga. Yaxshi, mana shunday zarbalar beraverish kerak. O'n soniya vaqt qoldi. Va shu tariqa 3-raund o'z yakuniga yetdi do'stlar. Demak, jangimiz yakuniga yetdi. Umuman jang ham o'z yakuniga yetdi. Ko'ramiz hakamlar qanday qaror qabul qiladi. Takroriy lavhalarni namoyish etishmoqda. Mana shu vaziyatda biroz hammamizni menimcha tilimizda Valeriyaga tashlaydigan vaziyat bo'lib qoldi mana shu. Lekin Muqaddam Mamajonov bu vaziyatdan chiqib ketdi. Hamma demak ish
hakamlarga qoldi. Bilmadim, lekin Muhiddin Mamajonovni bugun o'zini o'sha Bugun prime emas. Bugun eng yaxshi kuni emas. Bugun prime davri emas. Biz bundan zo'r holatni ko'rganmiz Muhiddin Mamajonov. Shunga o'rgatib qo'yganda, eslatib qo'ygan bizga o'sha holatini. O'zaro suhbat ketyapti. Rustambek Amanbayev ham ajoyib jangchi ekanligini namoyish etdi. Ha do'stlar. Demak, jang g'olibi rasman e'lon qilinadi. Ushbu jang g'olibi в данном поединке победу единогласным решением Hakamlarning bir ovozdan одержал. Вот такой война, ha do'stlar. Muhiddin Mamajonov. G'alaba Muhiddin Mamajonovga berilyapti. Qirg'izistonlik jangchi esa rozi emas. Noroziligini bildirib qo'ydi.